بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Ag'darilgan rejimning ba'zi qoldiqlari o'zlari yaxshi bilmagan yangi Suriyani sinovdan o'tkazishga urinishdi. Bu davlatni sharqidan g'arbigacha, shimolidan janubigacha bo'lgan masofadagi xalqlar bir tanu bir jon ekanini, agar bu viloyatlardan birontasi tikon bilan aziyatlanadigan bo'lsa, unga yordam berish uchun barcha viloyatlar yig'ilib kelishini ko'rib turishibdi. Bugun Suriyada hokimiyat bilan xalq o'rtasida hech qanday farq yo'q. Suriya bu hamma demakdir. Uni muhofaza qilish va unga yordam berish barchaning vazifasidir. Shu kabi xalqqa va ruhiyatga ega bo'lgan davlatga hech nima tahdid sola olmaydi. Ey qoldiqlar, biz ozodlik uchun bo'lgan jangda sizlarga qarshi hayotingizga ehtiyot bo'lgan holda jang olib bordik. Holbuki sizlar bizni o'limimizga oshiq edinglar. Biz sizlar vayron qilgan shaharlarni salohiyatini xohlaydigan qavmimiz. Bizni hech kimni qonini to'kish maqsadimiz yo'q. Biz jang qilayotganimizda ham sharafni qalbimizga tukkan holda jang qiladigan qavmimiz. Sizlar esa sharafsiz jang qilasizlar. Sizlar qilgan ish ajablanarli emas. Chunki sizlar bir necha 10 yillar mobaynida suriyaliklarni qonini ichdinglar. Hozirgacha shu yo'linglarda davom etyapsizlar. Men gapimizni tushunmasliginglarni aniq bilib tursam ham aytaman. Sizlar Suriyani himoya qilayotgan va uni xizmatida harakat qilayotganlarga nisbatan qilgan ishinglar va kasalxonalarga bostirib kirib, tinch odamlarni qo'rqitganinglar bilan suriyaliklarni hammasiga tajovuz qildinglar. Bu bilan sizlar kechirib bo'lmas gunoh ish qildinglar. Natijada sizlar chidab tura olmaydigan qarshilikka duchor bo'ldinglar. Shunday ekan, vaqt o'tishidan avval o'zinglarni va qurolinglarni topshirishga shoshilinglar. Ey Suriyaliklar, butun dunyo sizlarni o'z shahringlarni naqadar suyib ardoqlashinglarga va unga talpinishinglarga guvoh bo'ldi. Bu kabi muhabbatsiz vatanlar barpo qilinmaydi. Men armiya va xavfsizlik kuchlarini ag'darilgan rejimni qoldiqlarini quvish asnosida tinch aholini himoya qilishgani va o'z vazifalarini tezlik bilan ado qilishganlari uchun ularni muborakbod etaman. Ularga ta'kidlab aytamanki, qarshilik ko'rsatish asnosida haddinglardan oshib ketmanglar. Bizni dushmanimizdan ajratib turuvchi narsa o'z prinsiplarimizga iltizom qilishimizdadir. Ammo agar axloqimizdan chetlanadigan bo'lsak, biz va dushmanlarimiz bir safda bo'lib qolamiz. Hozirda ag'darilgan rejim qoldiqlari provokatsiya orqali qarshi reaksiyani kutib turishibdi. Shu orqali o'zlarini himoya qilishmoqchi bo'lishyapti. Sizlarga eslatamanki, Alloh taolo asrni manzilatini yetim va miskinning manzilati bilan barobar qilib aytganki, ular o'zlari yaxshi ko'rib turishlariga qaramay, miskin, yetim va asirlarni taomlantiradigan zotlardir degan. Shunday ekan, asirni xorlashlik va urishlik yarashadigan ish emas. Chunki bu Allohning buyrug'iga va shaharlarning qonunlariga zid hisoblanadi. So'zimning oxirida aytamanki, o'z zalolati va tug'yonida davom etayotgan, xalqiga nisbatan jinoyatlarni amalga oshirgan va aholi tinchligiga xatar uyg'otishga harakat qilgan ag'darilgan rejim qoldiqlarini quvishda davom etamiz va ularni adolatli mahkamaga tortamiz. Shuningdek, qurollarni davlat qo'li ostiga jamlaymiz. Tinch aholiga tajovuz qilgan kishi qattiq jazoga tortiladi. Sohildagi to'qnashuv chiziqlarida istiqomat qiladigan ahlimizning mas'uliyati bizning zimmamizda. Ularni ag'darilgan rejim qoldiqlarining yomonliklaridan himoya qilish bizning vojibotimizdir. Xiyonatga uchrashimizga qaramay, davlat aholi tinchligini ta'minlashga kafolat beradi. To'qnashuv chiziqlariga borgan barcha kuchlardan o'sha yerdagi askariy va xavfsizlik rahbarlariga to'liq bo'ysunishlarini talab qilaman. Suriya oldinga qarab yura boshladi. Endi bir qadam ham ortga chekinmaydi. Bundan xotirjam bo'laveringlar. U Allohning muhofazasidadir. Shahidlarga rahmat bo'lsin. Alloh taolodan bu muborak oyda ularni o'z dargohida qabul qilishini so'rab qolaman. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.